Do'stlar, hammamizga mana shunaqa chiroyli uylarda yashash nasib qilsin. Bizlar vokzalga kelganmiz. 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 109 kvadrat, birinchi qavatdan novostroyka domdan bizlar hozir mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxonamiz. Bu tomonda sizyash zona 8 kishilik stol qo'yganlar. Mana shunaqa devorlari chiroyli bezatilgan, konditsionerlar o'rnatilgan va bu tomonda bizlarda mehkay zona joylashgan. Uголок, stol, puflar o'rnatilgan va to'g'risida esa bizlarda televizor o'rnatilgan, aksessuarli zona, podstavka ham qilingan do'stlar. Birinchi qavatda novostroyka g'ishtli domda bo'lyapti. 109 kvadrat. Mana bu yerda sizlarda prixo'ja, chat joylashgan koridor qismi bo'lyapti. Mana shunaqa katta plastik assilda remont qilingan. Xonalardan oldin bu yerda asosiy kirib kelishimiz eshigi, smart eshik o'rnatilgan, prixo'ja mebellar o'rnatilgan. Mana bu yerda esa bizlardan bolalar yotoqxonasi joylashgan, ikkita kровать, tumbuchkalar o'rnatilgan do'stlar. Bundan tashqari shifoner ham bor. Kvartiramiz полноценный, hamma xonasida oynasi bor, mebel jihozlari bilan sotilyapti. Bu yerda esa bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda ham bizlarda 6 kishilik stol, kuxonniy garnitura va kerakli jihozlar o'rnatilgan. Kvartiramizda двухконтурный котел o'rnatilgan, so'qib pollar qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda sanuzul. Bu birinchi sanuzul, bu общий bo'lyapti. Juda chiroyli kattagina eshiklarimiz MDF krashinli. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasida отдельный o'zining sanuzuli ham bor do'stlar. Ko'rayotgan narsalaringiz hammasi qoladi do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasining o'zi, kровать, tumbuchka, televizor, konditsioner o'rnatilgan, parda gilamlar, bundan tashqari shifoner ham o'rnatilgan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa agar narxini 152 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Kimga shunaqa kvartirani nasib ko'rsangiz, o'sha odamga yuborib qo'yinglar. Narxi 152 ming, srochna telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.